keladi. Diqqat! Bu video material faqat ko'ngil ochish. O'z layklaringizni ham bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku. Biz uchun esa yoqimli. Barchangizga maroqli tomosha tilaymiz. To'xta, nima qilyapsan? Siz ijara pulini to'lamadingiz. Shuning uchun biz uyingizni olib qo'yamiz. To'xta, men hammasini tushuntirib bera olaman. Hammasi bir necha hafta oldin ana u yigit kelganidan boshlangandi. O, Jino'rsan bir to'da zumradlar-ku. Ularni o'zimga olaman. To'xta, nima? Bu zumradlar meniki dedi. Qo'y, to'xta, bunday qilma. Menga qara, unga zumradlarni qaytar. Nima deding? Men senga zumradlar... Oy, ya xudoyim, sen bilan ishlaganimdan xursandman. Nima? Yaxshi, birodar. Endi meni tushundingizmi? Men pullarni qaytarib olgan zahotim ijara pulini to'lashga va'da beraman. Ha, men sizni tushundim. Lekin baribir uyni olib qo'yaman. Ha, mana shunday qilib mana shu ahvolga tushib qoldim. Mendagi bor yagona narsa bu kravatim. Hoy, janob, menga biroz zumrad bera olmaysizmi? Albatta. O, katta rahmat janob. Men yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. To'xta, bu yana nima? Xayli ko'p, birodar. Bu nima edi? Kechirasiz, iltimos, menga biroz zumrad bera olmaysizmi? Ular menga juda ham kerak edi. To'xtalaman, menda bor yagona narsa bu kravatim edi. Jano'rsan. To'xta, bu yana qanday shovqin? Voy, yo xudoyim, axir bu sensan-ku. Salom, birodar, qandaysan? Salom, menga zir qilib berishingni xohlayman. Menga qara, meni endi ustaxonam yo'q va rostini aytganda uskunalarim ham yo'q. Afsuski, shunchaki orqangga qaytib ketishingga to'g'ri keladi. Kechirasan, birodar. Jino'rsan, bu safar men kerakli pulni ham olib kelgandim. Ana tushirib yubordim. Yo xudoyim, bu nima? Bu men sendan zir sotib olishim uchun pul. Rostdanmi? Men bu pullarga do'konimdan qaytarib olishim mumkin. Bu hammasini o'zgartiradi. Bunga ishonolmayman. Men senga eng yaxshi zirhlarni qilib beraman. Rahmat senga. Yaxshi, birodar, qani chiqchi, bir ko'ray seni. O, zo'r ko'rinyapti. Men o'zimni biroz kuchli his qilyapman. Men qo'limdan kelgan barchasini qildim. Sen rostdan ham meni biznesimni qutqarib qolding. O'zi umuman sen qanday qilib zumradlaringni yo'qotding? Buni tarix uzun va umuman olganda uni mendan bir yigit o'g'irladi. Xo'sh, kelunda ularni qaytaramiz. Men rostdan ham kuchliman. Senga yordam bera olaman. Rostdanmi? Bunaqa kuch bilan menimcha ularni qaytara olsam kerak. Albatta, uni bazasi qayerda? Men bilmayman, lekin menimcha qanday topishni bilaman. Ana u yigitni ko'ryapsanmi? U Groxni soliq yig'uvchisi. U Groxga ishlaydi. Salom, birodar. Men bu yerga janob Groxning nomidan sendan soliq olishga keldim. Menga qara, senga rostini aytaman. Menda hech qanday pul yo'q. Senga soliq bera olmayman. Qo'rqishga joyi yo'q. Janob Grox agar jichela soliqni to'la olmasa, nima qilish kerakligini aytdi. To'xta, men to'lay olaman. Ko'rdingmi? Men sen to'lay olishingni bilgandim. Janob Grox xursand bo'ladi. Xayli kun tilayman, janob. Yaxshi, menda reja bor. Sen mana shu yerda turib tur. Men esa uni tutishga urinib ko'raman. 3 ta zumrad beraman. Ajoyib. Xayli kun tilayman, janob. Yaxshi, o'ylaymanki bu ish beradi. Qani ketdik, menimcha ish berdi. Salom, janob. Menga yordam bera olmaysizmi? Kimdir qayiqni yo'lda qolib ketdi. Menimcha men tiqilib qoldim. Kechirasan, seni qo'yib yubora olmayman. Sen biz bilan ketasan. Senga bir nechta savollarimiz bor. Yana qanaqa savollar? Biz deb kimni nazarda tutyapsan? Men mana bu yigitni nazarda tutgandim. Biz u bilan birga ishlaymiz. La'nati. Bu yerdan chiqib olganimdan keyin seni o'ldiraman. Bu qo'lingdan keladi deb o'ylamayman, chunki seni bu yerga olib kelayotganimizda qurolingni olib qo'ydim. Groxning bazasi qayerda? Bizga ayt. Men uni qayerdaligini ayta olmayman. Unda Grox meni o'ldiradi. Menimcha meni tushunmading. U qayerdaligini menga aytmasang, men seni o'ldiraman. Balki meni o'ldirishing mumkindir, lekin men ko'proq Groxdan qo'rqaman. Bu seni oxirgi imkoning. Agar bizga aytmasang, nima bo'lishi aniq senga yoqmaydi. Men senga uni bazasi qayerdaligini ayta olmayman dedim-ku. Menimcha qurilmani ishlatishga to'g'ri keladi. Ha, uni bir kayf qildirib tashla. Nima haqida gapiryapsiz? Yana qanaqa qurilma? Agar hozir aytmasang, men nima qilayotganini tushunmayapman. Senga aytdim-ku, Groxni sotmayman deb. yaxshi, senga bir imkon berib ko'rgandim. Bo'ldi. Men sizlarning jamoangizga qo'shilaman. Groxni bazasiga olib boraman. Xuddi men o'ylaganimdek. Mana yetib keldik. Groxning qasriga xush kelibsiz. Jino'rsan, bu yana nima bo'ldi? Sizlar qattiqroq ishlab Groxga juda ko'p pul olib kelganingiz maqbul. Qo'y, bo'shashma, ishingga qang. Yaxshi, bu aniq o'sha joy. Ketdik, Grox bilan gaplashib olamiz. To'xta, men bunday ahvolda qasrga kira olmayman. Meni tanib qolsa aniq o'ldirishadi. Xavotir olma, menda sen uchun niqob bor. Seni aniq hech kim tanimaydi. Rostdanmi?
Yaxshi, chiqa qol. Qani ko'raylikchi, qanday ko'rinyapsan? Bunaqa rasvo, men aniq murdaman. Yo'q, u yaxshi ko'rinyapti. Xavotir olma, seni hech kim tanimaydi. Yaxshi yigitlar, sizlar shu yerda turib turinglar. Men esa u yerga borib sizlarni kirgiza olamanmi yoki yo'qmi shuni aniqlayman. Agar qandaydir muammoga yo'liqsam, mana bunday qilib signal beraman. Yaxshi, yomon eshitilmayapti. Va ikkalangizni hech kim ko'rmayotganiga ishonch hosil qiling. Tushunarlimi? Men tez orada qaytaman. Qo'y, meni Crocs bilan uchrashuvim bor. Ikkalangiz qochib tursangiz, u bilan gaplashib olmoqchi edim. Qo'y, yigitlar, qochib turing deyapman. Qandaydir muammo bormi? Ha, yo'q, meni Crocs bilan uchrashuvim bor. Bugun Crocsda qandaydir uchrashuv bor deb o'ylamayman. Ha, balki. Men borib Crocs bilan bu haqida gaplashib ko'raman. Agar u qasrga kirishga urinsa, uni o'ldiringlar. O, Juniorson, bu yomon. Yaxshi, men signal beraman. Qo'y, u nima qilyapti? Hammasi joyida. Menimcha u qo'riqchilarni chalg'itmoqchi. Yo'q, menimcha bu signal. Yo, xudoyim, sen haqsan, unga yordam kerak. Yaxshi, qani ketdik. Lord Crocs eshik oldida bittasi turibdi. Sizni oldingizga kelganmish. Nima? Qani menga ko'rsatchi. Men uni eslayman. Ha, men uni do'konini o'margandim va hamma narsalarni olib qo'ygandim. Yaxshi bo'ldi, o'chirib ko'rib oldim. Yaxshi, xullas uni kirgizmanglar. Menimcha u zumradlarni qaytarib olmoqchi va golemlarga ayt, uni o'ldirishsin. Xo'p bo'ladi, janob. Qo'y, sen boyagi menga yoqadigan shovni ko'rsat. Mana bu boshqa gap. Yaxshi yigitlar, Lord Crocs bu yigit bilan uchrashishni xohlamayapti. Uni o'ldiring. Qo'y, yigitlar, kelinglar, buni shunchaki gaplashib olamiz. Men shunchaki Lord Crocs bilan vaqtida keldik. Qani ketdik, yigitlar. Yaxshi, birinchi deb qomatni o'ldiring. To'xta, Juniorson, sen juda kuchli ekansan-ku. Qo'y, shoshma, u qochib ketyapti. Qo'y, joyingdan qimirlama. Iltimos, meni o'ldirmang. Xavotir olma, senga tegmayman. Agar Crocsning taxtxonasi qayerdaligini aytsang. To'g'ri, mana bu dahliz bo'lib yursangiz bo'ldi. Bu ajoyib, katta rahmat. Yaxshi yigitlar, menga qarang. Sen bu yerga juda ham kattalik qilasan. Boshqa kirish yo'lini topishingga to'g'ri keladi. Yaxshi, ajoyib eshitilyapti. Yaxshi, biz sen bilan Crocsning taxtxonasiga boramiz. U bilan gaplashib olishimiz kerak. Bilmasam, birodar, menga bu niqob yoqmayapti. Yo'q, qo'ysang-chi, niqobing juda zo'r. Crocs, meni esladingmi? Men bu yerga hamma zumradlarimni qaytarish uchun keldim. Ha, men seni esladim. Men sendan zumradlaringni o'g'irlaganman. Sen esa, xoy, axir menga ishlamasmiding? Seni aniq o'ldiraman. Men senga bu niqob rasvo deb aytgandim. Xavotir olma, hammasi joyida. Crocs, men hamma zumradlarimni hozirroq qaytarib olishni xohlayman. Bo'lmasa bizda muammolar paydo bo'ladi. Ha, rejang chakki bo'lmabdi. Buni tan olaman, lekin menda hali ko'zer bor. To'xta, yana qanaqa ko'zer? Yo'q, qani ketdik. To'xta, u nima haqida gapiryapti? Juniorson, bu Dreamku. Hammasi joyida, xavotir olma. Bu oson jang bo'lmaydi. Qani Dream qilichingni chiqar. Nima bo'ldi? Qani u? Dreamni cheat bilan qo'shgani uchun ban qilindi. Ha, u bu ish uchun juda ham yaxshi edi. Ha, rostini aytganda u shubhali ko'ringandi. Juniorson, Crocs qochyapti. Yaxshi, men borib Crocsni qidiraman. Sen esa uni qo'riqchilar ortimdan kelmasligiga ko'z quloq bo'l. La'nat qo'riqchilar. Yo'ldan qoch, birodar. Biz Crocs bilan uchrashishimiz kerak. Menga qaranglar, ichingizga burun chiqmoqchi emasman, lekin menda sizlar uchun ajoyib taklif bor. Bizda qandaydir savdo-sotiq qilishga vaqtimiz yo'q. Men sizlarga mana bu gulni 20 qilib atiga 20 ta zubratga sotmoqchiman. To'xta, axir bu taklif dabdala-ku. Men berishim mumkin bo'lgan eng katta summa bu 2 ta zumrad. Yaxshi, unday bo'lsa bitta gulga 30 ta zubrat. To'xta, bunda hech qanday ma'no yo'q-ku. Hammasi tugadi, Crocs. Men seni bir burchakka tiqdim. Shunchaki men olgan hamma pullarni qaytarib ber. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Sen haqsan. Men qachon taslim bo'lish kerakligini bilaman. Va sen poq deyapsan, shunchalik oson yengolaman deb o'yladingmi? Men senga bitta ham zumrad bermayman. Yaxshi, ikkalamiz ham tishlanamiz. Ikkalamiz ham boshi berk ko'chaga kirib qoldik va yaxshisi bu masalani yana bir marta gaplashib olamiz. Voy, men kiradigan joy topdim. Yo'q, qani ketdik, endi hammasi joyida. bo'lmaydi. Yaxshi yigitlar, kelinglar, hammamiz tushar boramiz, hech kim qattiq harakatlar qilmasin. Qitig'im keldi. Juniorson, unga nima berib boqqansan? U qancha turadi? Nima? Men uni sotmayman. Menga qara, hammasi tugadi. Biz sendan son jihatdan ko'pmiz. Menga zumradlarimni ber, yo'qsa u seni o'ldirishini buyuraman. Yaxshi, mana ol zumradlaringni. Buning uchun hali afsuslanasan. Sen bilan ishlaganimdan xursandman. Xayrli kun. Huzur.